nima uchun ayollarga rivojlanishiga, o'sishiga, pul topishiga erkaklar qarshilik qiladi? Birinchi o'rinda mana shu erkaklarning ko'pida o'zini onasi oilada rosa ishlagan bo'ladi-da. Misol uchun bitta patsentim bor deb kelyaptilar oldimga. Aytayotdilarki, men erimchi ishlatmaydi, menga zapretlar qo'yadi, o'qiyman desam o'qitmaydi, psixologiya darslariga jo'natmaydi meni deydi-da. Uyingda bolalaring tarbiyasini qil deb munosabat qiladi. Keyin aslida so'raganimda bu erkakni o'zi mana shu turmush o'rtog'ini onasi ko'p ishlagan bo'ladi. Uyda ona ishlagan uchun ko'p muammolar, janjallar bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu erkakni ota-onasi doim ishlaganda, pul topganda, o'sha janjallarni ko'rganda men xotinimni ishlatmayman degan qaror bergan bo'lishi mumkin. Chunki bolani nazarida ona ishlayapti, kech kelyapti, pul topyapti, uyda janjal bo'lyapti, erkakni qadrsizlantiryapti va bu bola meni xotinim ham ishlasa, meni onam kabi qadrsizlantirishi mumkin, meni onam kabi yerga urishi mumkin, uyda janjal bo'lishi mumkin. Ya'ni bu erkak o'zi och qolgan bo'lsa, o'zi e'tibor olmagan bo'lsa, xuddi xotinim hozir ishlasa, bolalarim ham e'tiborsiz, qorni och, tarbiyasiz bo'lib ketadi deb o'ylaydi-da. O'zini dunyo qarashidan xotiniga ishlamaysan, o'qimaysan, psixologiyani ham yig'ishtirdi-da. Ko'pchilik ayollar keyin bekitib o'qishga, bekitib ishlashga, ya'ni ular ham o'zini travmalari bor-da, shu narsani yechish kerak-ku. Ular bekitincha qiladi-da. Shu bilan keyin gap o'zi bu yerda ayolda ham gap bo'ladi, erkakda ham gap bo'ladi. Bekorga ikkalasi bir-biri bilan uchrashib qolmagan. O'shaning uchun ham ko'pchilik erkaklar ayolini rivojlanishiga, jamiyatda o'zining o'rnini topish uchun qarshiliklar bildiradi.